bilan siz hayotingizda yangi sahifa ochmoqchisiz. Qandli diabet sizning qoidalaringizni belgilashiga va to'liq yashashingizga to'sqinlik qilishga yo'l qo'ymang. Endi hech qanday cheklovlarsiz hayotning o'zgartiruvchi kuchini kashf qilish vaqti keldi. Bugun diabetni sinab ko'ring va hayot taqdim etgan barcha imkoniyatlardan foydalanish uchun o'zingizni ozod qiling. Sizning jo'shqin salomatlik va yangilangan erkinlik sari sayohatingiz endi boshlanadi. Ushbu noyob imkoniyatdan foydalaning va juda kech bo'lmasdan oldin diabet xavfsizligini ta'minlang. Ko'p yillar davomida diabet muammolariga duch kelgan tinimsiz kurashchi malikaning ajoyib hikoyasidan ilhom olishga tayyorlaning. U o'z kasalligi bilan ta'riflanishni rad etdi va tinimsiz chora izladi. Va u diabetdan hayotini o'zgartirgan javobni topdi. U diabetdan foydalanishni boshlaganida malika sog'ligida inqilobni boshdan kechirdi. Uning qondagi qand darajasi barqarorlashdi. Bu uni doimiy tashvishlardan xalos qildi va har bir taomdan cheklovsiz lazzatlanish imkonini berdi. Uning tanasiga hayotiy energiya qaytib keldi. Bu esa uzoq vaqtdan beri yo'qolgan tetiklantiruvchi tuyg'uni ta'minladi. Endi malika oilasi va do'stlari bilan har lahzadan zavqlanib, qo'rqmasdan yashashi mumkin. Uning hikoyasi diabetning o'zgartiruvchi kuchining jonli isbotidir. Va sizning muvaffaqiyat hikoyangiz ularga qo'shilishni kutmoqda. Qandli diabet hayotingizni boshqarishiga yo'l qo'ymang. O'zingizga loyiq bo'lgan erkinlik va baxt sari birinchi qadamni tashlang. Diabetni sinab ko'ring va cheklovsiz yashashning ajoyib tuyg'usini kashf eting. Quyidagi havolani bosing va siz rasmiy veb-saytga o'tasiz. U yerda siz barcha kerakli ma'lumotlarni topasiz va diabetni to'liq xavfsizlik va ishonch bilan sotib olishingiz mumkin. Hayotingizni o'zgartirish imkoniyatini qo'ldan boy bermang. To'g'ri qaror qabul qiling, sog'ligingiz va farovonligingizga sarmoya kiriting. Sizning to'laqonli diabetsiz hayotga sayohatingiz bir marta bosish masofasida. Diabetni hoziroq oling va imkoniyatlarga to'la kelajak uchun eshikni oching. Bu imkoniyatni boy bermang.